Muhiddin Tabib nomli buyuk qahramonimiz bor do'stlar. Aynan bu Muhiddin Tabib Sovet davrida KGB rahbari xastalangan paytida davolagan inson hisoblanadi. Ya'ni aynan KGB rahbari O'zbekistonga kelgan va 46 kun yashagan, aynan Muhiddin Tabibning qo'lida davolangan. Bundan tashqari Sovet fazogirlari ham aynan davolanish uchun bu O'zbekistonga uchib kelishgan, aynan Muhiddin Tabib qo'lida davolanishgan. O'zi bu inson kim edi? 18 yoshiga qadar umuman tibbiyot bilan aloqasi bo'lmagan, 18 yoshida esa avtohalokatga uchragan va umurtqasi avtohalokatda shikastlangan va bundan keyin bir tabibning qo'lida davolanganlar va bundan keyin tabiblik hayotini kechirganlar. Bu Muhiddin Tabib kim desanglar, 86 ta davlatda tanilgan va o'z navbatda ishini ustasi deb tan olingan tabib hisoblanadi. Va asli Namanganlik bo'lganlar va eng qizig'i esa aynan Muhiddin Tabibga Saudiya Arabistonidan doimo, ya'ni har yili haj ziyorati uchun maxsus taklifnoma kelib turgan Muhiddin Tabibga. Ya'ni shu kunga qadar 20 yil tinimsiz kelib turgan. Nimaga deb o'ylasangiz, tabiiyki, aynan ana o'sha Saudiya shayxlarini davolaganligi tufayli ham unga juda ham qattiq e'tibor berishgan. Mana shunday qahramonimiz borligini siz bilarmidingiz?